Assalomu alaykum. Non berib olasizmi? Maniki. Yo, puli kerak emas, aktyoring tegin. O'tkir. Bu ikkita nonni puli chiqmayapti-yu, yedingmi? Yo'q. Boya nochar bitta. Nima? Bechoragina bitta 2 kiloda oyla kilo shuni yaxshilik qilib beraverim-da. Mayli, men oylig'imni olib qolaverim. Yo, oyligingni olmayman. Malades. Navoiy xonamizda baraka bo'ladi. Malades. Yaxshilik qilsan, bor. Yaxshi. Malades. Assalomu alaykum. Nonga keldingizmi? Hali oling xohlagangizcha. O'nta olsam bo'ladimi? Mayli, olaring, 10 ta bo'lsa ham, qancha bo'lsa olaring. Mana. O'tkir. Usta. Bu safar 10 ta kam chiqdi-ku. O'tgan safar aytdim-ku, nochar oila debdi. Shularga berib qo'yarim. Tug'an kun bo'lyapti ekanda. Agar baraka kerak bo'lmasa, men oilamni olib qolaverim. Yo'q, baraka kerak. Yaxshilik qilib yaxshi qilsa. Faqat sal undan keyin ana qilgin o'z. Xo'p, usta. Ko'ngli bo'sh bo'lagan-ku. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? To'y boshlab qo'yuvdik. 100 ta non bera olmaysizmi? Bir marta 2 marta aktingiz innamadim, 10 ta aktingiz innaman, bepul berib beraverdim. Chiroyingizga mag'lub men deb beravermayman-ku. Endi hisob kitob degan narsa bor. Yo'q, noni. Asabiylashsangiz ham chiroyli bo'lib ketarkansiz. Jinni, 100 ta ham beraveradimi? Mana xonamizga baraka keladi o'yladim-da. Qanaqa baraka? Agar baraka kerak bo'lmayotgan bo'lsa, hayli men oylig'imni olib qo'ying. Voy, olib qolaman. Ishyoqqa olib qolaman. Olib qolasizmi? Assalomu. Bugun payshanba. Etganlaridek kutib oling-chi. Kayfiyatim bugun a'lo. Go'zallikka qalbim shaydo. Kimgadir emas o'zimga. Bo'layin bugun men fido. Assalomu alaykum sultonim. Yaxshi kelyapsizmi? Nima eshikni sekin ochyapsan? Adasi o'zgaribmanmi qani? O'zgargansan. Shunaqangi o'zgargansanki, odamning asabini o'ynaydigan darajada o'zgargansan. Nervingga tegadigan darajada o'zgargansan sen. Adasi bugun payshanba tayyorlangandim. Kayfiyatim bugun a'lo. Go'zallikka qalbim shaydo. Onasi, Kimgadir emas o'zimga. qirolicham, Bo'layin bugun men fido. kabutarim. Sochlarimga Jonim mana. O'zgarib ketibdilarmi? Siz jinniroqmisiz? Payshanba kuni shuncha tayyorlandim. Sap ketganda shu gapni gapirasizmi? Kallingiz joydami sizni? Assalam olsun. Bo'ldingmi? Ket. Трёхкратный чемпион из Qishlaqa Dakan Tuq. Yaqinda janging face to face bo'ladi. Yana mana shu xo'roz bilan bu kishi. O'zi menga emas, mana shu xo'rozga uylangan. E'tiborga men gapirib to'g'ni. Yo meni tanlang, yo xo'rozingizni deng. O'char toshingda. Xafa bo'lma. Meni kechir. Boya qattiq gapiryapman, jahlim chiqib. O'zingdan tiling yomon-da, bir gapdan qolmaysandan leqib bo'lsa. Tars yut dedimmi, yut tashlab bo'ldi. Yoqimli ishtaha oqani, yaqinda Visogonka. Dadil-dadilji. Yolni olaman tuxum go'shtlardan. Dadam men ham go'sht yeyman. Monolarga tuxum go'shti olib beringmi, sizlargami? O'tgan safar shilaq qilib turib xato qilibsiz-a. Endi bu jangda fresh qilaman, tirnoqlarim chiroyli ko'rinadi. Tushundingmi? Bundan buyoqqa mediaga ishlamasak bo'lmaydi buni. Mediasi ham kuchayib ketyapti. Ham gonoraring ham ko'tariladi. Ash harom o'lgur to'g'ri mendan ko'p kosmetikasi bor. Janorim yeyishni e'tiborim berma. Bugun seni pixingni kestirib kelaman o'zim. Ash xo'rozingizni pixini kestirguncha bolangiz o'ngga kiryapti. Obarib o'g'lingizni pixini kestiring. Qurq xo'roz o'shtirib yuravermasdan bolangizni ham o'ylang. Rostdan ham lekin. Bolam o'ylamabman-ku. Variant.
Davay, olish. Qo'ling tagidan. Soat saylatirib. Jo'shqirmay o'rishay. Porriq odam sharmanda qilding-ku yutqizib. Go'sht bilan tuxum so'raysan, non bilan piyaz chalg'ab urisha olmading-ku. Mayli dedi, o'zim urishaman, faqat xo'roz urishtirmay, xo'roz deb menga ham oyimga ham e'tibor bermay qo'ydingiz. Xotin, Ha? muncha baqirasan. Yering bugundan boshlab o'zgardi. Voy o'lay. Mana Gulsinga xotinjonim. Mana o'limizga. Mana kichkinanga lalaku. Zamonaviy texnologiyada ishlab chiqarilgan. Xomashyosi ham chet eldan keladi. Namlikni o'tkazmaydi, allergiya ham chaqirmaydi. Eng zo'ri, guldi ham zo'ri senga. Voy dadasi, qo'lingizni tez yuving, ovqatsizaman. Ha, xotinjon. Hozir qattiqroq pishdi-da bu. Urushgan xo'rozniki shunaqa bo'lar ekan. To'g'rim. Oyoqlaringni aynanin. Sho'rbog'i jiljabsizlarmi? Yaxshi qiz, yordam kerak emasmi? Kerak. Boshliq tushunasizmi? Конечно, tushunaman. Ana, tuzaldi. Charchab qolmadingizmi? Suvdan ichib oling. Rahmat, Danete. Mashinani zo'r tushunar ekansiz. Ya, tushunaman. Santexnikani ham tushunasizmi? Tushunaman. Mana buni burab qo'ysa, oppa. Ha, ana ishladi. Qo'lingiz gul ekan o'zi ham. Endi yaxshi tushunaman-da, qarang qo'lim gulligini. Bemalol ishlasangiz bo'ladi. Alo. Ketdim men. Elektrikani ham tushunasizmi? Tushunaman. Tok ko'chirib qo'yaymi? Danete shart emas, men tushunaman. Men bitim burab qo'ysa bo'ldi mana. Voy o'lmasam. Suv bering. Chanqab ketdim. Yaxshimisiz? Faqat shu suvdan icharkansiz-a? Ha, bu meni eng sevimli suvim. Toshkent mineral. Такой yutumlari ham zo'r ekan, yengil, yumshoqqina. Ha, gazi ham yumshoq, keyin eng to'pivi suvlarda. Erim. Tushunaman, voy. Assalomu alaykum jonisi. Nimaga kech ochyapsan? Kim bor uyda? Hech kim yo'q. Nima deganingiz bu? Hozir tushuntiraman. Tushunmadim. Nima men tushungan narsasini tushunmaysizlar? Tushunmadim. Dialog. Chlanzarский рэпер Bad Boy. Chlanzarskая Dina Baby Girl. And Subhan. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qalaysiz? Bezovta qilmadimmi? Trenirovka dedim, tinchlikmi? 5 minut vaqtingizni ajrata olasizmi menga? Xo'p, hozir chiqib olay tashqariga. Ne yig'layapsan? Gapir. Mani turmushga berishmoqchi degilar. Yonimda bo'lgan har doim shu qizga yetkaz xudoyim. Bilaman lekin bormoqdaman bu hayot qiynoqlar sari. 3 kunlik azobga meni solasan go'zal yorim. 3 kun qiynaydi hijron, 3 kun qiynaydi sog'inchim. 3 kun ko'ngilda to'fon chidayman seni ko'rmoq ilinjim. Sensiz ham o'ylama, baribir yashay olaman. Shunchaki onda sonda o'tmishni esga olaman. Seni sevganim gunohmadan nechun shuncha jazolading, yuragim yangi hayot sari olib boraman. Sensiz ham o'ylama, baribir yashay olaman. Shunchaki onda sonda o'tmishni esga olaman. Seni sevganim gunohmadan nechun shuncha jazolading, yuragim yangi hayot sari olib boraman. Onasini ham bitta qiz topaylik shunga. To'r sherda mana ko'ylakni ham kiyaman.
Sensiz ham o'lama, baribir yashay olaman. Shunchaki onda sonda o'tmishni esga olaman. Seni sevganim bo'ldi gunohim. Ey! Sensiz ham o'ylama, baribir yashay olaman. Qo'lingni, oyoq kiyimingni olmayman. Ada nima otasman, krossovkami? Arendaga olganman, 2-3 kundan keyin qaytarib berishim kerak og'aynimga. Arendaga oladimi krossovkani? Endi zamon shunaqada, cho'nchaga qarabdi hamma narsa. Voy. Uzatib. Bolam, iPhone 17 senikimi? Ha, markada. Qara, iPhone 17 olasan, uyda ro'zg'or yo'q. Lekin telefoning bor, ha? Voy, ada arendaga olganman, arendaga tutib yuribman. Shuni ham arendaga oldingmi? Endi hozir zamon talabi shu-ku, ada cho'nchaga qarab, hamma narsa. Bironta bir ona arendaga olsang bo'lmaydimi, ha? Birontasini, ha? Yo'q, ha? Unaqa yo'q, ha? Ha, o'zingni xursand qil. Moro bo'lsa, voy, qanchaga tushdi bu? Bu ada Suqoy arendaga tushdi. Bir hafta mazza qilib haydab qaytarib beraman. Qatta olding yana arendaga. Mana ada O'zbekiston mehmonxonasini shundoq tagida Luxcar Rental degan mashinani prokatga beradigan joy joylashgan. Mana mashinalar qarang, qanaqa ko'pligini, xohlagan mashinangiz bor. Benzindan tortib elektromobilgacha ham boradi. Gentradan tortib gelikgacha ham bor. Xohlagan mashinangizni olib, mazza qilib haydab qaytarib bersangiz bo'ladi. Yaxshi zo'r ekan. Lekin sen shuni o'rniga o'zing pul topib, mana Luxcar Rentalni o'rniga dadamga deb o'zing sotasang bo'ladimi? Bo'lmaydimi? Endi zamon shunaqa bo'lib ketdi. Voy zamoninga arenda bo'lib ketdi. Arenda. Ko'p yashang, baxtli bo'ling, qo'sha qaring, rahmat kelin, rahmat. Endi aka, keliningizni 5 kun vaqti bor, uy ishlarini qildirib olishimiz kerak. Ha, nimaga? Arendaga olganman. Sen jinnimisan? Tabii ketganmiz seni. Hazırlaşma. Bunaqa